egasiz ko'zlar qarosi so'zlasin indamang mayli egasiz ko'zlar qarosi so'zlasin mum ishoratlar bilan dil muddaosi so'zlasin mum ishoratlar bilan dil muddaosi so'zlasin yuz qizarmoqqa sabab bo'lsa muhabbat bodasi ishq namoyoni uchun yuzlar jilosi so'zlasin indamang mayli egasiz ko'zlar qarosi so'zlasin lolazor aksin yar oldida ko'rmoq istasang qo'llaring tirnog'idin rangin xinosi so'zlasin kechalar oromini kimlar olib ketganligi maysadek kiprik bilan qoshlar miyosi so'zlasin indamang mayli egasiz ko'zlar qarosi so'zlasin hayqirib birilan o'zin isbotlamoqlik shart emas nolalar sokin chiqib ko'ngil nidosi so'zlasin shokirov qo'lda qalam yozsang muhabbat madhini ibtidodan boshlabon to intihosi so'zlasin indamang mayli egasiz ko'zlar qarosi so'zlasin indamang mayli egasiz ko'zlar qarosi so'zlasin Guldiroz qarsaylar bo'lsin. Juda ham chiroyli ijro. Bu ijro uchun sizga men Grand Prix statuetkasini topshiraman azizlar. Bunaqasini ko'rmagansizlar. Dilla suv yugurtirilgani faqat Muhammad Rizo Hamroqulovga yarashadi. Marhamat, qabul qilib olasiz. Keling. Saboqaton hayron qolyapsizmi? Menga ham shunaqasidan bo'lsa deyapsizmi? Yo'q, buni men men bunday ajoyib ijrodan keyin albatta bunday Grand Prixlarga munosib bo'yiga deb o'ylab qoldim. Endi statuetkani o'zimniki qilib olgandim. Hozir tomosha qilib mana o'z egasiga topshirdim. Demak, biz tanishtirib o'tamiz. Bugun mana shu mukofotlarning egalari studiyamizda mehmon bo'lishadi. Ularning yutuqlari juda ham ko'p. Ko'plab respublika xalqaro ko'rik-tanlovlarda g'olib bo'lgan edilar. Kuni kecha men o'sha Instagram, Facebook sahifalarida Muhammad Rizo bilan so'zlashib, ularning ijodlarini, yangiliklarini kuzatib boraman. Shunday qarab tursam, yangi rasm, surat joylandi. Tagida kuni kecha bo'lib o'tgan Marhabo talantlar respublika ko'rik-tanlovida Muhammad Rizo Hamroqulov an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha Grand Prix mukofotini qo'lga kiritdilar. Madaniyat vaziri, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov qolaversa, katta xalqaro tanlovlarning tashkilotchilari ularga Grand Prixni tantanali ravishda topshirdilar. Shartda ko'rdim, u ertalab poytaxtdan to'g'ri Qashqadaryo televideniyasiga otlaning, biz siz bilan boshqatdan tanishamiz dedim. Bugun ayni paytda ular maqom san'atini rivojlantirish uchun Muhammad Rizo Hamroqulov O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Qashqadaryo viloyat hududiy maqom ansamblida o'z ijodiy faoliyatlarini olib boryaptilar. Ko'plab telezassurlarimizda ishtirok etganlar. Bugungi yutuq menimcha boshqacha bo'ldi, Muhammad Rizo. Bundan ham kattalari ko'pmidi ijodingiz davomida? Bu boshlanish, xudo xolasa. Kayfiyat qanday bo'ldi? Kayfiyat a'lo. Kutganmidingiz? Ha, kutgandik. Yo ikkinchi, uchinchi o'ringa erishaman. Yo'q, Grand Prixni kutgandik. O'zingiz kutgansiz.
Va shunga yarasha tayyorgarlik ham bo'lgan. Albatta, Qancha albatta. tayyorlandingiz bu tanlov uchun? Bir oylar tayyorgarlik qildik. Aslini olganda bu tayyorgarlik yillar davomidagi Albatta. mehnat mahsuli. Chunki bitta qo'shiqni menimcha bir oy emas, qancha yillar davomida ijro etsangiz, yanada shirasi, mazasi ortib boradi. Sizda bu jarayon qanday? Albatta, bitta ashulani uni maromiga yetkazib ijro qilish uchun yillar ketadi. Uni o'zini nolalari, o'zini dardini, o'zini yo'lini chiqarish uchun ancha uni ustida ishlanadi, ashulani ustida. Va ashula yillar davomida shakllanib pishib boradi. Va yana maqom yo'nalishi bo'yicha ashulalar haqiqatan ham katta e'tiborni talab etadi, to'g'rimi? Albatta. Qanday ashula qo'shiq tanladingiz bu tanlov uchun? Bu tanlov uchun bu tanlovda xohishi bitta asar ijro qilish kerak bo'lgan. Biz marhum ustozimiz Jo'raxon Sultonovning Beshparda suvora ashulalarini tayyorlab ijro qildik. Daqiqasi ham juda uzun, to'g'rimi? Albatta, 6 minut, 7 minut. Ajoyib. Ham o'zingiz chalib, ham o'zingiz ijro etdingiz. Albatta, o'zim chalib, o'zim ijro qildim. Ajoyib. Endi bu qo'shiqlarni agar biz dastur davomida eshitadigan bo'lsak, 4 tasi bilan 1 soat o'tib ketib qoladi. Chunki katta asarlar, eng muhimi ularni salmog'i ham katta, ijrosi ham baland, ovoz diapazoni juda katta bir mahoratni talab qiladigan asarlar. Menimcha bugun maqom san'atiga mehr bog'lagan yosh ijodkorlarimiz ana shu ustoz san'atkorlarimizning ijodini kengroq va yaxshiroq o'rganish kerak. Shundagina mana Muhammad Rizo kabi katta ko'rik tanlovlarda ustozlar chig'irig'idan munosib tarzda o'tib mukofotlanadilar. Va albatta mehnat, san'atga bo'lgan muhabbat qalbingizda bo'lsa, siz ham bu yutuqlarga erishasiz. Saboqatxon, bugun mana shunday iste'dodli yoshlarimizni bir nechtalarini taklif etganmiz. O'zbekiston keng ma'noda